Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Mana yangi zakazga yasalgan torimiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik kutgan tor. Bu torimiz Samarqandga yasalgan. San'atkor akamizga zakaz bilan yasab berdik. Urinishlariga, figuralarning ishlanishiga baho bersangizlar, chiroyli qilib yasalgan. Mana torlarimiz hammasi zakaz bilan yasalgan torlar. Bizdan ko'pchilik zakaz qilishyapti. Xudo xolasa, narxlarni chiroyli qilib zakaz bermoqchi bo'lganlar uchun uchet bilan yasab beramiz. Mana keyin futlyarlarimizni ham ko'rsatamiz. Futlyarlar ham mana asobiy qilib ikki xil rangda yasalgan, молочный va qora. Bularning ham narxlari $100 dan. Mana sifatiga baho bersanglar, ichidan klayni hidi kelmaydi. Bu oq klayda ishlanadi, sifati zo'r. Mana молочныйsini ham ko'rsatamiz. Молочныйsi endi ko'pincha sadafli torlar uchun zakaz berishyapti. Baribir neobishniy ko'rinishlari ham chiroyli ko'rinadi, kir bo'lib qolmaydi. Sifati zo'r, dermantilari ham yaxshi, qirchilib nima bo'lib qolmaydi. Mana xudo xolasa hozir shu zakazga yasalgan torimizni ovozlarini chalib eshittiramiz. Ana ovozini eshitib baho berasizlar. Jarayonga qolish. Ovozini eshitib akalar o'zlaringiz baho berasizlar. Mana ibonetlari ham suyakdan yasalgan. Ovozda ham bir farq bo'ladi. Hamma narsasiga e'tibor beriladi, masalan, zudchani berishi, og'irliklari ham o'zini me'yorida. Mana dastani orqalariga ham e'tibor bersanglar, chiroyli qilib shu Ozarbayjon formasida ishlangan. Zakaz beradiganlar bo'lsa, xudo xolasa, telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.